بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمان، aka ukalar, opa singillar, Alloh taolo bugungi qiladigan mav'izamizni eshitadiganimizni Alloh o'zi dunyo va oxiratimizga manfaatli qilsin. Alloh taolo bizlarni o'zini to'g'ri yo'liga hidoyat qilsin. Avvalo ma'ruzani boshlashdan avval siz o'zimni Alloh taolodan taqvo qilishga chaqiraman. Alloh taolo marhamat qiladiki: "Istaizu billah, ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar va faqatgina mo'min holinglarda vafot etinglar deydi Alloh. Azizlar, Alloh taolo bizlarni bu dunyoda juft qilib yaratdi. Marhamat qiladiki, Qur'oni Karimni Rum surasi 21-oyatida: "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Uning alomatlaridan biri sizlar taskin topishingiz uchun o'zlaringizdan juftlar yaratgandir va o'rtangizda inoqlik va mehribonlik paydo qilganidir. Albatta bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun ibrat, alomatlar bordir. Bu Alloh taoloning mo'jizasi va bu Alloh taoloning qudratiki bizlarga o'z juftlarimizni yaratib berdi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, uni boshqa bir jufti bor, ya'ni. Erkakni bir ayol jufti bor, ayolni bir erkak jufti bor. Bu Alloh taoloning bizga bergan rahmati va bu yer yuzida joriy qilgan qonunidir. Va bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak sunnatlaridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki: "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikoh bu meni sunnatimdir. Kim mening sunnatimga amal qilmasa, u mendan emasdir dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qarang, qanday kuchli targ'ib ketyapti oila qurishga va nikoh qilishga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, kim meni sunnatimga amal qilmasa, u mendan emas deyaptilar. Naqadar kuchli targ'ib bu va ketidan qo'rqitish ham bor. Va davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Va tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah." Turmush quringlar, uylaninglar, turmushga chiqinglar. Zero men qiyomat kuni sizlarning ko'pligingiz bilan faxrlanaman dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mo'min musulmonlar, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari inshaalloh qiyomat kunida ko'p bo'ladi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu bilan faxrlanadilar. Va mana shu nikoh qilgan inson, u erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, inshaalloh Allohning huzurida mukofoti bor insondir. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatlaridandir inshaalloh taolo. Bu masalada inson agar harakat qiladigan bo'lsa va Alloh taolodan yordam so'raydigan bo'lsa, Alloh taolo yordam beradi u insonga. Bir munosib juft topishga yordam beradiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Salasatun haqqun alallohi taala aunuhum." 3 toifa kishilar borki, Alloh ularga yordam berishi uning zimmasidadir dedilar. Mana shundan biri an-nakih allazi yuridul afaf. Iffatni istaydigan, ya'ni iffatini saqlamoqchi bo'lgan nikohlanuvchi kishi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni mana shu insonga iffatini saqlash uchun nikohlanayotgan insonga Alloh taolo yordam berar ekan. Demak, biz harakat qilishimiz kerak. Mo'min kishi harakat qilish kerak va Alloh taolo yordam berish Alloh taolodan ekan. Endi birodarlar va opa singillar, bugun ba'zi holatlar masalasida yana gaplashamiz, chuqurroq gaplashishga harakat qilamiz. Alhamdulillah, nikohlar yetarli bo'lyapti jamiyatimizda, ya'ni yo'q emas. Nikohlanishlar bo'lyapti, yoshlar turmush quryapti. Birinchi turmushi o'xshamaganlar yana ular ham turmush quryapti, alhamdulillah. Va shu bilan birgalikda taloqlar ham yetarlicha bo'lyapti. Ajrashishlar soni qancha yetarlicha bo'lyapti. Masjidgacha yetib kelganlarini hisoblasak, bu ham achinarli holat o'z aslida. Lekin yetib kelmaganlari qancha hali? Taloq hukmidan bexabar insonlar qancha? Taloq nimaligini bilmaydiganlar qancha?
ular balki 1000 marta taloq qo'yib yana ham yashab yurgandir. Alloh biladi. Bir kuni bir hodisa bo'ldi. Bir oila keldi. Domla shu taloq qo'yib qo'yibman. Ha nima dedingiz? 3 taloq dedim, 3 marta aytdim va hokazo. Keyin masalani o'rgandik diqqat bilan, har bir so'ziga, lafziga e'tibor qaratib. Va ma'lum bo'ldiki, u kishi 3 taloq qo'yib bo'lgan, orqaga yo'l yo'q. Endi ular birga oila bo'lib yasha olmaydi. Keyin chaqirdim, kelinglar. Er xotinni chaqirdim. Kelishda aytdim, sizlar ishni bitirib bo'libsizlar. 3 taloq bo'libdi. Bu Alloh taoloning dini. Endi birga yasha olmaysizlar desam, "Ya domla siz bo'lmagan gapni aytdingiz-da, men yashayveraman" deb ketdi. "Nega keldingiz unda?" desam, "Men sizni nikoh o'qib qo'yasiz deb keldim" dedi. "Xo'p, nikoh o'qisa bo'lsa men o'qiyman. Nikoh o'qib bo'lmasa nega o'qiyman? Sizni gunohingizni men olishim kerakmi? Allohning huzurida men gunohkor bo'lishim kerakmi? Bo'ldi sizlar er-xotin sizlar yashayveringlar bemalol deb turib, men gunoh olishim kerakmi" desam, "Ya siz noto'g'ri aytdingiz" domla dedi, ketdi. Nima qilasiz? Hech narsa qila olmaysiz. Bilmaydi, johil. Avvalo iymoni bu narsada, ya'ni butun emas. Oila bir urfiy narsa deb o'ylaydi. Nikoh bu bir birga yashab tursa bo'ldi, u hech kim ajrata olmaydi deb o'ylaydi. Yo'q. Alloh taolo aytadi, "At-talaqu marratan", taloq 2 marta bo'ladi deydi. "Fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan." Yoki yaxshilikcha ushlab qolish, yoki yaxshilikcha ajrashish deydi Alloh taolo. Bu Alloh taoloning hukmi, bu Alloh taoloning dini. Xullas kalomki, atrofimizda jamiyatda qanchadan qancha insonlar mana shu hukmlardan bexabardir balki. Va qanchalari taloq berib yana yashab yurgandir. Alloh biladi. Lekin mana shu bizga yetib kelganlari ham yetarlicha. Buni ba'zi muammolarga, sabablariga e'tibor qaratib turib, ularning yechimini aytishga harakat qilamiz va buni har birimiz o'zimizning oilamizda tatbiq qilib borishimiz kerak. Chunki hech kimning oilasi aniq taloq bo'lmaydi, bir kelishmovchilik bo'lmaydi. Hammasi zo'r bo'ladi qiyomat kunigacha deb turib hech kim kafolat olmagan. Domla u kafolatni bera olmaydi. Balki bu asosan insonning o'ziga bog'liq bo'lgan narsa va taqdirdagi narsa. Shunday ekan, kelinglar bir ba'zi masalalarni gaplashamiz. Turmush quriladi, er xotin oiladan umuman xabari yo'q. Oila haqida tushunchasi noto'g'ri. Oila haqidagi tushunchasi ba'zan mana bu yerda hozir Amerikadagi boyfriend girlfriend deydi-ku, ana o'shanaqa deb o'ylaydi. Oila qurish xuddi shunaqa deb o'ylaydi. Ayol o'zim xohlaganimni qilaman deydi, er o'zim xohlaganimni qilaman deydi. Bu bilan prosta birga yashab yuramiz deb o'ylaydi. "Voy, sen xotinsan, eriga itoat qilishing kerak" desa, "Nimaga?" deydi. Er xotin teng-ku deydi. Siz musulmonsiz, siz Allohga iymon keltirgansiz. Alloh taoloning buyrug'i bor bu yerda. Bu din desa tushunmaydi. Ya'ni tushuncha batamom noto'g'ri. Ilm yo'q. Ba'zilarda mana shunday holatlarga ham duch kelyapmiz. Buni bilishimiz kerakki, oilada agar er va xotinda bir Alloh taologa bog'lanish, Alloh taoloni tanish, Alloh taolodan qo'rqish bo'lmasa ekan, bu oilani kelajagiga so'roq ostidagi oila bo'ladi. Chunki Alloh taoloni aytganini qilmaydigan bo'lsa, nimani aytganini qiladi? Shaytonni aytganini qiladi va nafsini aytganini qiladi. Men xohlayapman degan gapdan kelib chiqib, o'zi bilganini qilishga harakat qiladi. Tushunyapmiz-a? Uni o'rtaga kelishtiradigan, er xotinni bitta joyga olib keladigan narsa bu Alloh taoloning dini biz uchun, musulmonlar uchun. Alloh taolo qanday bizdan oilani istasa, ana o'sha oilani biz barpo qilishimiz kerak, joriy qilishimiz kerak. Uni chekkaga surib turib, men xohlayman dedimi inson, bo'ldi, tamom. Bu oila bugunmi ertami zavolga uchraydi. Shuning uchun birodarlar, oila masalasida hammamiz bir tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Ilmga ega bo'lishimiz kerak. Alloh taolo bizlardan qanday oila qilishni istaydi, qanday oila qurishimizni istaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalari qanday bo'lgan, o'zi musulmon er va musulmon xotinni o'rtasidagi munosabatlar qanday? Mana shu savollarni o'rganishimiz kerak. Turmushga chiqmoqchi bo'lgan, turmush qurmoqchi bo'lganlar yoki allaqachon turmush qurib bo'lganlar ham bu narsani o'rganib, yana bir hayotini tartibga solishi inshaalloh ajr mukofotli va o'zi uchun dunyo va oxiratda foydali ish bo'ladi. Yana bir muammo borki, oilada har tomon dunyoga berilgan bo'ladi. Dardu xayoli dunyo bo'ladi. Musulmon alhamdulillah nomiga maqsad faqat dunyo. Ibodat tashlab qo'yilgan. Boshqa ya'ni Alloh taoloning aytgani, qaytargani degan narsalar yo'q. Alhamdulillah musulmonman deydi, lekin dardu hayoli faqat dunyo ketidan yuraveradi. Va natijada bilinglar, bu dunyoni xirsi bo'lgan oilada ko'pincha kelishmovchiliklar bo'ladi. Chunki bu dunyo fitna.
biz uchun, ya'ni sinov. U sinovga biz Alloh taolo bergan kitob bilan, Alloh taolo bergan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'llari bilan qaramas ekanmiz, u bizlarni adashtirib qo'yadi, aldab qo'yadi, haromga yurib qo'yadi inson. Oilasiga harom olib kiradi va haromdan yeydi, haromdan ozuqalanadi va mana shu oilasida tushunmovchiliklar, parokandaliklar kelib chiqaveradi. Shuning uchun dunyoga bo'lgan hirsni kamaytirish kerak inson. Agar mana shunaqa dunyoga haris bo'lsa, faqat mol, dunyo deydigan inson bo'lsa, undaylarga aytamizki, birodar, opamiz, singlimiz, iltimos, bu dunyoga bo'lgan harisligingizni kamaytiring. Chunki oila bu moddiyat ustiga quriladigan yoki boylik ustiga quriladigan narsa emas, balki bu insongarchilikka, din ustiga quriladigan, Alloh taoloni va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni dinlari ustiga quriladigan oila, nikoh bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni sunnatim dedilar. Mana shuni aytamiz. Yana bir holat borki, oilada biron bir mushkul, bir muammo kelib chiqadigan bo'lsa, kelishishni xohlamaydi, eshitishni xohlamaydi ikki taraf ham yoki bitta taraf. Murosa qilishni xohlamaydi. Ko'rmaganlikka olishni xohlamaydi. Janjal qiladi. Sen unaqa qilding, siz bunaqa qildingiz. Oxirigacha. Voy bir gapdan qol desa, yo'q, mana shu haqqimni olaman, keyin tinch bo'laman deydi. U haqqini olib taloqni oladi. U haqqini olib oilasi ajrashib ketadi yoki bir zulmga o'tib ketadi. Mana shu uchun kelishishga harakat qilish kerak. Bilinglarki, oilada hamma narsa eng zo'ri bo'lmaydi. Hammasi mukammal bo'lmaydi. Alloh taolo bizlarni biladi. Aytadiki: "Va ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an va yaj'alallohu fihi khayran katira." Ular bilan yaxshilik ila yashang. Ya'ni ayollaringiz bilan sizlar yaxshilik ila yashanglar. Agar sizlar ularni, ya'ni ayollaringizni yomon ko'radigan bo'lsanglar, bilinglarki, ehtimol Alloh sizlar yomon ko'rgan narsada ko'p yaxshiliklarni paydo qilar deydi Alloh taolo. Masalan, siz eringizdan yoki ayolingizdan bir narsasini yaxshi ko'rmaysiz, yoqtirmaysiz. Bir xarakteri, bir odati yoki bir va hokazo. Endi nima qilish kerak inson desa, ular bilan yaxshilik bilan yashash kerak. Garchi o'sha bir sifati, bir xarakteri, bir tabiati yoqmasa ham, qolgan joylari borki, unga ma'qul bo'ladi, quloq soladi, itoatkor va Alloh taolo aytibdiki, bunda ko'p yaxshiliklar paydo qiladi deydi. Ertaga Alloh taolo sizga farzand beradi. Farzandingizdan bir solih bo'lib chiqadi. Inshaalloh Alloh sizni rozi qiladi. Alloh biz insonni tabiatini biladi. Inson eng yaxshisini xohlayveradi. Nafs shunday narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, ya'ni shu ma'noda, agar insonda bir vodiy tillasi bo'lsa yoki bir tog' tillasi bo'lsa, yana bittasini xohlaydi dedilar. Inson shunaqa. Eng yaxshisi bo'lsa ham unaqa ekan, bunaqa ekan deb turadi. Shu uchun inson harakat qilish kerak, murosa qilish kerak, ko'nish kerak va Alloh taolodan xayrini so'rash kerak. Chunki bu Alloh taoloning va'dasi. Agar sizlar ehtimol bir narsani yomon ko'rsanglar, Alloh ehtimol unda ko'p bir yaxshilikni paydo qilar deb Alloh taolo o'zi aytadi. Yana bir holat borki, mana shu ajrashishlarga, oilalarning davom etmasligiga sabab boshqa bir begona insonlarni, ya'ni oilaga er xotin o'rtasiga aralashishi bo'ladi ko'pincha. Ota-onalar aralashib qo'yadi, aralash kerak bo'lmagan joyda yoki bo'lmasa o'rtoqlar aralashadi, dugonalar aralashib qoladi. Aql o'rgatib qo'yadi, unaqa emas, bunaqa qil deydi. Va natijada oila ajrashib ketishga boradi. Mana bunaqa holatlardan ehtiyot bo'lish kerak. Inson o'zini qilmishiga o'zi javob beradi. Sizga maslahat bergan, sizga yo'l ko'rsatganlar emas. Bilib qo'ying. Qaror o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Taloq so'zini aytish insonning o'zining tilida bo'ladi. O'rningizga ota-onangiz kelib turib 1000 marta taloq bersa ham tushmaydi. O'rtog'ingiz kelib turib taloq berdim desa ham tushmaydi sizning xotiningizga. Inson o'zini aytayotgan gapiga o'zi mas'ul va javobgar. Va mana bunday aql o'rgatadigan, noto'g'ri yo'l ko'rsatadiganlardan ehtiyot bo'lish kerak. Ha, taloq bor narsa. Bersa bo'ladi, lekin uni muayyan bir shartlari, holatlari bor. Uni Alloh taolo nima deydi? Va in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma innalloha kana aliman khabira. Agar sizlar ularning orasida, ya'ni er xotin orasida buzilib ketishidan qo'rqsangiz, er oilasidan bir hakam, ayol oilasidan bir hakam chaqiringlar dedi. Yuboringlar dedi. Agar islohni xohlasalar, er xotin isloh qilishni xohlasalar, Alloh o'rtalarini muvofiqlashtirgay. Alloh o'zi yo'l beradi. Albatta Alloh
barcha narsani biluvchi va xabardor zotdir. Ko'p bo'ladi mana shu oilaviy munosabatlarda janjallar kelib chiqqan vaqtda agar ikki tomon ham ayb bo'ladi, ikki tomonda ham, lekin men oilam davom etishini, farzandlarim butun bir oilada katta bo'lishini xohlayman degan er xotin bo'lsa, kamchiliklar bartaraf etilib, yechilib va oila davom etib ketadi. Lekin ba'zi holatlar bo'ladi, ba'zi insonlar keladi, yarashtirib qo'ying deydi-ku, lekin yarashish xohlamaydi bitta tomon. Ba'zan er xohlamaydi. Nima bo'lsa bo'lsin, yarashmayman deydi. Yoki ayol aytadi, nima bo'lsa bo'lsin, kechirmayman, bo'ldi. Tamom deydi. Ana unaqa holatda yarashtirib bo'lmaydi hech qachon. Toki niyat o'zgarmagunicha. Buni Alloh taolo aytibdiki, agar islohni xohlasalar, er xotin Alloh ularni o'rtalarini muvofiqlashtirib qo'yadi deydi. Birodarlar, mana shu joyda yana bir narsaga e'tiboringlarni qaratib ketamiz. Bugun mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ayollarning huquqi erkaknikidan balandroq oilada, qonuniyat, qonunchilik jihatidan. Va eshityapmiz, ko'p oilalarda mana shunday janjallar yoki kelishmovchiliklar ajrim bilan sabab tugayapti va bir-birini qamatish bilan tugayapti. Va buni o'rgatadigan hozir insonlar bor, qo'sh tirnoq ichidagi aqllilar bor va advokatlar bor. Sizga qonuniy yo'llarni o'rgatadi. Masalan, shunday qonuni borki, er xotin birga turmush qurgandan keyin oilada shu topilgan mol-mulk ikkiga bo'linadi ajrashish vaqtida degan. Bu islom nuqtai nazaridan noto'g'ri. Chunki har kim o'zini egalik qilgan, o'zi topgan narsasiga egalik qilish huquqiga ega. 50-50 degan narsa yo'q islomda. Shuni bilib olaylik. Masalan, er ishlaydi, topadi, ayol uyda masalan farzand tarbiyasini qiladi. Va albatta ayolning erida haqqi bo'ladi. Buni inkor etmaymiz, lekin 50-50 mi masalan erkak qancha pul topgan bo'lsa 50% ayolnikimi degan narsada yo'q. U erniki. Ayol kishi ham ishlashi mumkin. Ayol kishi ham pul topishi mumkin. Lekin erkak kishi ayolnikining pulini olib qo'ya oladimi desa yo'q, mumkin emas. Ya'ni erkak kishi oilasini boqish kerak, uy-joy bilan ta'minlash kerak. O'zi yeganidan yediradi, ichganidan ichiradi. Agar er boy bo'lsa, xotin ham tabiiy boy bo'ladi. O'sha boyligidan foydalanadi. To'g'rimi? Endi hozir mana shu dunyoga uchyapti, ba'zilarda ajrashyapti va ajrashishni targ'ib qilyapti. Aytayaptiki, ajrashur ering bilan, davlat senga yarim mulkini olib beradi. Mana shu o'rinda opa-singillarimizga aytmoqchimizki, muhtaram opa-singillar, bilinglarki, davlat sizga er bo'y bera olmaydi hech qachon. Davlat bu er emas. Ha, sizga mol-mulkni olib berish mumkin. Ha, sizni zulmdan bir himoya qilishi mumkin. Lekin u sizga baxt bera olmaydi hech qachon. Baxt bunda emas. Mana shu erdan ajrashib ketsang, yaxshi bir er keladi o'rniga deb bo'lmaydi. Balki bu ayol kishi eri bilan murosa qilib, to'g'ri yashashga harakat qilish kerak bo'ladi. Chunki boshqa erga tekkandan keyin ham baribir murosa qilish kerak. Hammamiz insonmiz. Ideal robot yo'q bu dunyoda. Na robot xotin va na robot erkak, er. Shuni bilishimiz kerak. Ayollar ayniqsa shuni quloqlariga quyib olishlari kerak. Hozir ko'p uchrayapti-da bu holatlar. Taloq bersin deydi. Keladi taloq bergandan keyin voy bunaqa emasdi, men xohlamagandim deydi. Nima qiladi davlat? Endi ajrashgan ayolni, uysiz qolgan ayolni oladida shelterga borib qo'yadi. Hani bir xonali, ikki xonali issiq uydan chiqadi, shelterga borib yotadi keyin bolasi bilan. U bola qanday muhitda katta bo'ladi endi? Tasavvur qiling. Shuning uchun bilinglar, bu oiladagi muammolarga davlat sizga o'zingiz istaganizdek sizga 100% baxt beradigan qilib yechim bera olmaydi. Buni faqat sizga din beradi, Alloh beradi. Qachon murojaat qilsa bo'ladi desa, qachonki zulm haddan oshib ketsa, zulm insonni o'ldirib qo'yadigan darajaga yetsa, yoki o'ta ortiq zulm bo'lib ketsa, u ham ajrashish uchun emas, balki ikki tomonni kelishtirish uchun aralashtirsa bo'ladi. Lekin mayda narsaga ham, arzimas bir kelishmovchilikka ham politsiyaga berib yuboraman, polis chaqirib yuborib qamatib qo'yib, bu narsa ya'ni insonni, ayniqsa ayolni o'ziga birinchi bo'lib zarar beradigan narsa. Ayniqsa biz ayollarimizga, bizni ya'ni mentalitetimizda, bizni madaniyatimizda o'sgan katta bo'lgan ayollarga bu narsa o'ta qattiq zarar qiladi. Shuni bizni ayollar, muslima opa-singillar o'zini mu'mina deb hisoblagan, Alloh taologa iymon keltirgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummatman degan, ertaga qiyomatda Allohning huzuriga borganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bir bayroq ostida turishni istaganlar, umidi borlar, buni bilib qo'yishlari kerak. Begonalar bilan ishimiz yo'q. Begonalar
Albatta ularga bir yaxshilikni istaymiz, lekin ulardan bu narsalarni talab qila olmaymiz. Lekin mo'min va mo'mina erkak va ayollar bu narsaga e'tiborli bo'lishlari kerak. Alloh taolodan so'raymizki, o'zi oilalarimizni mustahkam qilsin va har qanday fitnalardan Alloh o'zi asrasin. Subhanakallohumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Amin. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. اللهم وفقنا إلى كل ما تحبه وترضى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. يا ربimiz Alloh pok parvardigor, bu aytganlarimizga va eshitganlarimizga amal qilishga Alloh o'zing bizlarga tavfiq, rushd va hidoyat bergin. Bizlarni, oilalarimizni Alloh o'zing saqlagin. Bu yerda bizlarni farzandlarimiz, kelajak avlodlarimiz, zurriyotlarimiz tarbiya topar ekan, ya Rob, barchalarini sen o'zing xohlaganingdek tarbiya topib, chiroyli tarbiya bilan chiqishlarini Alloh o'zing nasib etgin. Bu zimmamizdagi ushbu mas'uliyatni barcha ota-ona mukammal ado etishiga Alloh o'zing yordam bergin, muvaffaq qilgin ya Rob. Ey Robbimiz Alloh pok parvardigor, bizlarni dunyo fitnasidan o'zing asragin, shaytonning vasvasasidan Alloh o'zing asragin ya Rob. Eru ayollarimizni Alloh o'zing insof tavfiq bergin ya Rob. Bir-birlariga nisbatan zulmsiz, bir-birlariga nisbatan mehr bilan, muhabbat bilan, ehtirom bilan munosabatda bo'lishlarini Alloh o'zing nasib etgin ya Rob. Bizlarni qalbimizdan dunyoga bo'lgan harislikni olib tashlagin ya Rob. Bizlarni o'zingning huzuringda darajalarimizni ulug' qilgin. Ey Robbimiz Alloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llariga ergashib, nikoh qilib, nikohlarimiz mustahkam bo'lishini Alloh o'zing nasib etgin. Ikki dunyo Alloh bizlarni baxt va saodating bilan siylagin. Ikki dunyo xorozorligidan o'zing panoh bergin. Va sallallohu va sallim ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar